Avvalambor assalomu alaykum. Visa Navigation YouTube sahifasi obunachilari. Bugungi podkastimizni olishdan maqsad sizlardan juda ham ko'p savollar kelgan va shu savollarga qisqa javob berish maqsadida bu podkastni olishni maqsad qildik. Demak, boshlaymiz. Mirolim aka, o'zlari nima bilan shug'ullanadilar, Jeju Milliy universiteti bilan qanday aloqalari bor degan savol juda ham takor keladi. Shunda o'zingiz haqingizda qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Meni ismim Mirolim, familiyam Absalomov. Men Jeju Milliy universitetining koreys tili va adabiyoti yo'nalishi doktorantiman va bundan tashqari Jeju Milliy universitetining xalqaro aloqalar bo'limida O'rta Osiyolik talabalar bilan ishlayman. YouTube kanalingizda ham va ijtimoiy tarmoqlarda ham o'zingizni Segiro Go World Consulting firmangiz haqida ma'lumot berib o'tasiz va shu consulting firmangiz biror joyda davlatda ro'yxatdan o'tganmi, qayerda joylashgan degan savollar kelgan. Segiro Go World Consulting haqida gapiradigan bo'lsak, bu consulting onlayn xizmat ko'rsatadi. Bu asosan Jejuda joylashgan Global Dem Academy'ni qoshida ochilgan va chet ellik talabalarga Koreya universitetlariga o'qishga o'tishga yordam berish, konsaltinglar o'tkazish, dasturlar tayyorlash bilan shug'ullanadi. Bu Koreyada ro'yxatdan o'tgan. Koreyada qaysi universitetlar bilan hamkorlikda ishlaysiz? Koreyada deyarli hamma universitet bilan hamkorlikda ishlay olamiz. Koreyada 250 dan ziyod universitetlar bor. O'shalarda kamida 50 tachasi bilan hamkorlikda ishlay olamiz va boshqa universitetlar bilan ham bemalol ishlashga ruxsatimiz bor. Bu Segiro Go World Consulting firmangiz O'zbekistonda qaysi universitetlar bilan hamkorlikda ishlaydi? Boshqa davlatlar talabalari bilan ham hamkorlikda ishlaysizmi? Albatta, Segiro Go World qaysi universitet bilan alohida ishlamaydi. Hamma butun O'zbekiston, O'rta Osiyo talabalari uchun hammasiga xizmat ko'rsatadi. Aynan Jeju Milliy universitetini olib qaraydigan bo'lsak, O'zbekistonda 18 ta universitet bilan hamkorlik imzolagan. 10 yil davomida men o'sha yerda ishlab tashkil qilgan hamkorliklarim Tojikistonda 2 ta universitet bilan hamkorligimiz bor. Qozog'istonda 5 ta universitet bilan hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'yganmiz. Jeju universiteti bilan mana shunday hamkorliklarda ishlaymiz. Segiro Go World esa barcha universitet talabalari bilan ishlay oladi. Va qayta keladigan savollar, sizni xizmatlaringiz ishonchlimi? Har yili nechta talabani o'qish vizasini olishda yordam beradi? Ishonchlimi deganga bizlar ko'rsatgan natijalarimiz bilan gapira olishimiz mumkin. Chunki har yili kamida 20 ta, ko'p bilan 100 tagacha talabalarni o'qishga yo'naltiramiz va vizalarini olib beramiz. Albatta, ishonch borasida shu narsani ko'rsatsak yetarli bo'ladi deb o'ylayman. Bu natijalarni qayerlarda ko'rsatgansiz? Qayerdan ko'rishsa bo'ladi? Necha kishiga viza chiqqani haqida? Asosan bizda shunday narsa mavjud. Shaxsiy ma'lumotlarni tarqatmaslikka harakat qilamiz. Shuning uchun Instagram sahifamizga viza chiqqan vaqtda bir ikkitasini namuna sifatida shaxsiy ma'lumotlar yashirilgan holatda qo'yib boramiz. Buni ham yaqinda yo'lga qo'ydik. Shu paytgacha hech qayerda e'lon qilmaganmiz. Bu yerda dasturlar davomida haqida savollar kelgan ekan. O'tgan 2025-yil davomida nechta tadbirlar o'tkazildi? Bu savolingizni men to'liqroq qilaman. Biz faqat o'qishga talabalarni olib kelishdan tashqari qisqa muddatli o'quv dasturlarini ham uyushtiramiz va o'shaga oid savol bo'lsa kerak bu. O'tgan 2025-yilda yanvar oyida boshlaganmiz bu tashabbus va takliflar amalga oshgan. O'tgan yili 8 ta qisqa muddatli dasturni o'tkazganmiz. Bulardan ikkitasi O'rta Osiyoliklar uchun mo'ljallangan dastur bo'ldi. Qolganlari Mongoliya, boshqa Xitoy, Yaponiya, Vyetnam o'sha davlatlardan kelgan talabalar bilan ham ishlaganmiz. Demak, o'tgan yildan oldin bunaqa tadbirlar bo'lmagan va bu
sizni tashabbusingiz bilan O'rta Osiyoda ham tashkillashtirish yo'lga qo'yilganmi? Yo'q. Albatta bu narsa Koreyada bor edi, ko'p sonlik emas edi. Talabgorlarni Koreyani boshqa universitetlari qilgan narsani biz hozir tashabbus qilib tashkil qilganmiz Cheju Milliy universitetida va Cheju orolida, Cheju provinsiyasida o'tkazishdi. Aynan bizlar taklif kiritib, biz tashabbus qilib 2025-yildan shu narsani boshlaganmiz va o'tgan yili 2025-yil yanvar oyini aynan mana shu kunlarida O'rta Osiyodan 100 kishi tashrif buyurgan edi va yilning oxirida ham 80 kishiga mana shunday dasturda o'tkazganmiz. O'rta Osiyoliklar, ya'ni O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston talabalari uchun bo'lib o'tgan. Bundan oldin bunchalik hajmda bunchalik o'quvchilar kelmagan, hech qaysi davlatdan bunaqa tadbirga. Shu paytgacha bo'lgan, asosan Yevropa talabalari, Amerika, Kanada talabalariga uyushtirar edik. Endi bundan buyog'iga bilasiz, doim bizda muammo bo'ladigan narsa O'rta Osiyoliklar nelegalga chiqish foizi juda ko'p bo'lgani uchun viza berish qiyin edi. Lekin biz Jeju Milliy universitetini shunday statusga olib chiqdikki, talabalarni nelegalga chiqmasdan bemalol ishlab o'qishiga sharoitlarni yaratib berdik va necha yillar davomida tayyorlanib kelib, hozir elchixonada eng birinchi viza oladigan universitet darajasiga olib chiqqanmiz. Shundan keyin O'rta Osiyoliklarga ham hech qanday muammosiz viza oladigan bo'lganmiz. Yana men o'tgan podkastda ham aytgan edim. Cheju orolini O'rta Osiyoliklar uchun, ya'ni O'zbekiston, Tojikiston, Qozog'iston uchun vizasiz rejimiga o'tkazish haqida men universitetga taklifni berganman va universitet orqali provinsiya ichki muhokamasiga qo'yilgan bu narsa kelajakda bo'lish ehtimoli katta. Instagram sahifamizda ham talabalarimizni vizasi chiqqani haqida siz ma'lumot berib o'tgandingiz. Shular qanchalik muddatda chiqdi, qanchalik tez chiqdi, shu haqida bir qisqacha aytsangiz. Albatta biz shu paytgacha elchixona reglamenti bo'yicha 3 haftadan 4 haftagacha viza ko'rib chiqiladi va viza beriladi. Lekin bizlar o'tgan yili yanvar oyida 15 kunda viza chiqargan bo'lsak, noyabr oyida tashkil etgan dasturimizda 7 kunda viza chiqardik. Tojikistonda 3 kunda viza chiqarganmiz. Qirg'izistonda 5 kunda viza chiqdi. Dekabr oyidagisida 12 kunda vizaga erishgan bo'lsak, bu yanvar oyi oxirida bo'ladigan tadbirimizga 9 kun ichida vizani qo'lga kiritdik. Ya'ni viza jarayonida viza reglamentlariga mos keladigan hujjatlar yuborildi va bizni talabamizdan o'tgan hujjatlar, demak, elchixona reglamentiga mos bo'lgani uchun juda ham tez muddat ichida vizalarni qo'lga kirityapmiz. Demak, 9 kunda talabalarning vizasi chiqishi ham bu ham odamni quvontiradi. Albatta. Albatta buni orqasida ancha mehnat turibdi. Kechasi kunduz uxlamasdan ishlaganimizni bilamiz. Yana yanvar oyining oxirida ham bo'ladigan Next Gen AI Global Leadership Camp dasturi bo'lar ekan. Bu dastur nega aynan bunaqa nomlangan? Bilasiz, hozir zamon talabi sun'iy intellekt juda ham rivojlangan. Shuning uchun endi yoshlarimizga qo'yiladigan talab faqatgina tabiiy fanlar yoki ijtimoiy fanlar, gumanitar fanlardan tashqari sun'iy intellekt bilan ishlashni ham o'rganish kerak va bu zamon talabi. Shuning uchun endigi bo'ladigan tadbirimizni aynan shunday nomladik. Ya'ni sun'iy intellektdan foydalanish bor, unda liderlik qobiliyatini shakllantirish bor. O'shaning uchun sun'iy intellekt orqali talabalarimizni o'zlarida liderlik qobiliyatini shakllantirish kerak va buni amalda sinash kerak. O'sha narsani taklifini kiritgan edik, universitet qo'llab-quvvatladi va yanvar oyining oxiridagi tadbirimizga aynan shunday nom berdik, ya'ni liderlarni sun'iy intellekt borasida liderlar qilib tayyorlamoqchimiz. Tushunarli. Bunaqa tadbirlar haqida yanada to'liqroq tasavvurot hosil qilish uchun qayerdan ma'lumot olib tursa bo'ladi? Bizlar bunday qisqa muddatli dasturlarimizni
asosan Instagram sahifamizda e'lon qilamiz ko'proq. E'lon qilmay qolishi ham mumkin. Bu endi texnik sabablarga ko'ra. Chunki bizlarga o'tgan yili yanvar oyidagi dasturimizga 500 dan ziyod ariza tushgan edi. Biz yozda e'lon qilgan dasturimizga 800 ga yaqin arizalar tushgan va dekabr oy oxirida o'sha yozda tushgan arizalar bo'yicha o'shanda ariza bergan talabalarni tanlab olganmiz. Dekabr oyining oxirida bo'lgan dasturimizga va yanvar oyida bo'ladigan dasturimizga ham aynan o'shanda ariza bergan bolalarni tanlab olganimiz uchun Instagram sahifamizda alohida e'lon qilmadik bu narsani. Chunki bizga kelib tushgan arizalarni ko'rib chiqib, ular ham haqli degan maqsadda o'shalarni aynan dasturga yo'naltirganmiz. Bizda agar qo'shimcha kvotalar yaratilsa, albatta biz Instagram sahifamizga e'lon qilamiz va favqulodda qo'shimcha kvotalar yaratilishi mumkin. Shuning uchun favqulodda e'lon beramiz va 3-4 kun ichida yakunlaymiz bu narsani. Shuning uchun doim kuzatib borib, mana shunaqa dasturlarga qatnashish niyat bo'lganlar tayyorgarlikni hozirdan ko'rib boraverish kerak. Demak, Segiro Go World Instagram sahifa ham mavjud. Segiro Go World Instagram sahifasi mavjud va undan tashqari o'zimizning shaxsiy Instagram kanallarimizda ham uzatib boramiz ma'lumotlarni. Talabot shunchalik ko'p bo'lganligi sababli 4-5 kunda allaqachon qabul yopiladi. Albatta. Даже bu safar dekabr oyining oxirida e'lon bergan edik, ya'ni beauty bo'yicha kosmetika, go'zallik saloni, sartaroshlik bilan shug'ullanadiganlarga bor yo'g'i bir kunda qabul yopildi. Chunki 25 kishiga bu dasturni o'tkazamiz deb e'lon qilgan edik. E'lonni qo'yganimizdan 1 soat o'tib yopildi, chunki 100 dan ziyod odam ariza kelib tushdi. Ulardan 25 tasi tanlab olindi. Demak, bizni Instagram sahifalarimizni kuzatib boring va faol turing. Shunaqa imkoniyat bo'lganda tezda darhol bizga aloqaga chiqsangiz, shunaqa dasturlarda qatnashish imkoniyatingiz oshadi. Demak, yanvar oyining oxirida bo'ladigan Next Gen AI Global Leadership Camp dasturi qaysi kunlar bo'lib o'tadi va dastur davomida universitetda darslar ham o'tiladimi? Albatta, bu dasturimiz avvalam Instagram kanallarimizda aytib boryapmiz. Yanvar oyining 26-sanasidan 31-sanasigacha davom etadi. Darslar bo'ladimi deganimizda aynan dars bo'lmaydi. Master class kurslari bo'lib o'tadi va bir hafta davomida o'tilgan darslarni amalda qo'llash imkoniyati ham beriladi. O'sha yerda amaliy o'rgatiladi darslarimiz asosan va dastur yakunida sertifikatlar ham beriladi. Bu sertifikat kelajakda qayergadir firmalarga, davlat idoralariga ishga o'tayotganda bu sertifikat albatta diplomingiz yonida qo'shib topshirsangiz, sizni rezyumingizni to'ldiradigan va ishonchga loyiq bo'ladigan xodim sifatida ko'rilish imkoniyati juda katta. Bu dastur davomida universitetda kimlar dars master class o'tiladi? Buni aynan leadership programmasida mutaxassis professorlar bor, o'shalar tomonidan olib boriladi. Ya'ni o'sha sohani ilg'or mutaxassislari va AI sohasini ilg'or mutaxassislari jalb etilgan. Albatta bular bepul emas. Bu narsa universitet homiylik qilyapti bu dasturni o'tkazishda. Aynan masterlar, o'sha sohani mutaxassislari tomonidan olib boriladi bu dasturlar. Demak, koreys professorlar tomonidan. Albatta, koreys professorlar tomonidan olib boriladi. Bunaqa dasturlarda qatnasha olmagan talabalar onlayn ravishda ham kuzatish imkoni bormi? Bu narsa o'tgan yildan beri muammo bo'lib kelyapti. Misol uchun o'tgan yil yanvar oyidagi dasturimizni ham internet sahifasiga yuklab bora olmadik, chunki misol uchun tashkilotchi sifatida men bo'ladigan bo'lsam, men doim videoga olib yura olmayman. Shahzod bo'ladigan bo'lsa, Shahzod ham doim videoga olib yura olmaydi. Texnik sabablarga ko'ra imkoniyatimiz chegaralangan. Shuning uchun biz tashkil etyapmiz bundan buyog'iga
faqat rasmlar va qisqa videolar emas, onlayn tarzda ham kuzatib bora oladigan sistemani tashkil qilishga, yo'lga qo'yishga harakat qilyapmiz va mutaxassislar jalb qilishga harakat qilyapmiz. Bu safar yanvar oyida alohida bir Instagram yurituvchimiz faoliyat ko'rsatadi va darslarni onlayn ravishda ko'rsatib borishga harakat qilamiz, lekin bu yerda chegara bor, chunki o'tilayotgan mavzu mualliflik huquqi degan narsa bor. Aynan o'sha auditoriyada qatnashadigan talabalar uchun mo'ljallangan bo'lgani uchun bu narsani ommaga e'lon qila olmaymiz, chunki u pullik kurslar. Pullik kurs bo'lgani uchun ommaga e'lon qilish sal qiyinroq, lekin mazmun jihatdan yetkazib berishga harakat qilamiz. Endi qatnashgan afzal, bunday olib qaraydigan bo'lsak, qatnashgan afzal, lekin biz yetkazib borishga harakat qilamiz. Bundan tashqari bizni hozir jalb qilayotgan mutaxassisimiz ham aynan bu sohani odami bo'lmagani uchun youtuberlar bo'ladigan bo'lsa, auditoriyasi keng va kelajak yoshlarga manfaatli kontentlar qilaman degan blogerlar bo'ladigan bo'lsa, biz taklif qilamiz. Mana shu dastur davomida biz bilan birgalikda bo'lib, har xil kontentlar tayyorlab, o'zbek yoshlari, O'rta Osiyo yoshlariga mazmunli kontentlarni yetkazib bersa, biz juda ham xursand bo'lardik va har doim eshigimiz ochiq, hamkorlikda ishlayman deydiganlarga imkoniyat bor. Bu tadbirda qaysi davlatdan talabalar qatnasha oladi? Yosh chegarasi bormi? Endi aynan bitta davlat demaymiz, chunki O'rta Osiyoliklar uchun tashkil qilinyapti. O'rta Osiyoda 5 ta davlat bor. O'sha 5 ta davlatda talabalar hammasi qatnashishga haqqi bor. O'tgan dasturlarimizni aytadigan bo'lsak, o'tgan yil dasturimizda Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekiston qatnashgan edi. Dekabr oyining oxiridagi tadbirimizda esa Tojikiston, O'zbekiston, Mongoliya qatnashdi va bu yanvar oyi oxirida Qozog'iston va O'zbekistonlik talabalar qatnashishi kutilmoqda. Va boshqa davlatlar ham ariza bersa, bemalol qatnashishga haqqi bor. Yosh chegarasi qanday va qatnashish pullikmi? Yosh chegarasi haqida gapiradigan bo'lsak, aynan bir yosh bo'lish kerak degan joy yo'q, lekin bizlar asosan reglamentda talabalarni tanlab olyapmiz. Ya'ni talabalarimiz biz nimagadir o'rgatsak, ular kelajakda ko'proq effektga erishamiz. Ya'ni yoshi kattalarga nimanidir o'rgatgandan ko'ra, yoshlarimizga nimanidir o'rgatsak, bu kelajak butun uzoq muddat davomida effekt beradigan narsa bo'ladi. Ya'ni aytishadiki, kelajak yoshlar qo'lida, shuning uchun aynan yoshlarni qanchalik yosh bo'lsa, o'shancha yaxshi. Ya'ni biz maktab o'quvchilari, ya'ni maktab bitiruvchilarini ko'proq jalb qilyapmiz va universitet talabalarini ko'proq jalb qilyapmiz, chunki o'shalar kelajakda mana shu sun'iy intellektmi, liderlikmi, qaysi programmani oladigan bo'lsa, kelajakda o'shalar ko'proq effekt bera oladi. Ya'ni natijali bo'lish uchun aynan yoshlar tanlab olinyapti. Katta yoshlilar uchun ham alohida dasturlarimiz bor. Ularni endi kelgusida e'lon qilamiz hammasini. U ham tashkil etilgan, lekin hozir aynan bo'lib o'tayotgan dasturlarimizga yoshlar saralab olingan. Xarajatlari haqida ham savollar ko'p keladi. Xarajatlari haqida gapiradigan bo'lsak, endi katta qismini Cheju Milliy universitetini qoshidagi sanoat va ta'lim birlashmasi bor, ya'ni fond bo'limi. O'sha Cheju provinsiyasidagi ishlab chiqarish sanoat firmalari homiyligida bu narsa universitetga homiylik qiladi va universitet nafaqat Cheju Milliy universiteti talabalariga va chet ellik talabalarga ham bu sharoitni qilib beryapti. Ya'ni asosiy katta qismi universitet fondidan qilinadi. Kichik bir qismi, misol uchun bilet xarajatlari yoki boshqa narsalar talabalarni o'zlaridan bo'lishi mumkin. U vaziyatga qarab, chunki har doim ham biletlar bir xil narxda bo'lmaydi, oshishi, tushishi bor. Shuning uchun bu narsani talabalar o'zlari xarajat qilishiga to'g'ri keladi. Ya'ni bitta narsa bor. Arzon
narsani sho'rvasi tatimas deydi. Shuning uchun kimdir pul to'lab nimagadir qatnashsa, u nimadir olib ketishga harakat qiladi. Tekin narsa uchun kelish bu nima deydi? Tekin bo'lib qolib kimdir keladigan bo'lsa, u nimadir olaman deb umid qilmaydi-da, chunki tekin narsa bo'lgani uchun shunchaki qiziqish bo'lmaydi. Lekin pullik narsaga odam diqqatini jamlaydi, chunki u xarajat qilib qo'ygan, sarflab qo'ygan. Shuning uchun qisman pullik. Keyin yana bir savol. Siz doktoranturaning yakunlab O'zbekistonga qaytib ketish niyatingiz bor ekan. Siz ketganingizdan keyin ham bunaqa dasturlar davom etadimi? Albatta, men Koreyada 10 yil yurdim. 10 yil davomida Jeju Milliy universitetida bakalavr, magistratura, doktoranturani o'qidim va bu yil tugatyapman fevral oyida. Albatta, men 10 yil davomida yurdim, men shuncha ishlar tashkillashtirdim. Yani birgalikda qildik asosan. Qaytib ketish vaqtim keldi, lekin bu dasturlar davom etadi. Chunki shunchalar sistemaga qo'yilgan. Bu dasturlar men bo'lsam ham, bo'lmasam ham davom etadi va O'zbekistonga qaytadigan bo'lsam ham bu dasturlarda amaliy ko'mak beraman, chunki o'zbekistonlik yoshlarni bu yoqqa jo'natish, Markaziy Osiyo bilan shu paytgacha hamkorlarimiz bilan birga ishlab, men shu dasturda o'tishiga o'z hissamni qo'shaman. Lekin men qaytib ketishimning asosiy sabab meni o'rnimga boshqa bir talaba kelib, mana shu o'rinni egallab, mana shunday dasturlarni yuritish imkoniyati mavjud bo'ladi. Chunki yoshlarimizga endi o'rin beradigan payt keldi. Bu Next AI Gen Leadership Camp'da o'qishga topshirish jarayonlari bilan ham tanishtiriladimi? Albatta, bu yerda faqat lider tayyorlash emas, Koreyada o'qishga kelish jarayonlari, qabul jarayonlari haqida tushunchalar berib boriladi. Har safar tashkil qilyapmiz, chunki Koreyaga kelib ko'rgandan keyin ko'pchilik Koreyada o'qish xohishi paydo bo'lyapti. Mana o'tgan tadbirimizda ham 20 ta talaba Jeju Milliy universitetiga kelishni xohlagani uchun ularga favqulodda master klasslar tashkil qildik. Ya'ni Jeju Milliy universitetining xalqaro aloqalar bo'limidan xodim kelib, qabul jarayonlari qanday jarayonda davom etadi, suhbatlar qanaqa bo'ladi va simulation intervyular tashkil qilindi. Ular uchun fakultetlar haqida ma'lumotlar berildi va talabalar o'zlariga kerakli bo'lgan javobni olishdi. Va undan oldingi yil ham xuddi shu talab bo'lgan edi va bu talablarni amalda biz keyingi dasturimizda ham maxsus auditoriyada master klass tarzida Jeju Milliy universiteti, Koreya universitetlari haqida tanishtiramiz va qabul jarayonlari, qanaqa study plan, ya'ni o'qish rejalarini yozish kerak, o'zi haqida ijodiy essay yozishlarni, nimalarga e'tibor berish kerakliklarini hammasi o'rgatiladi. Demak, bunaqa shu dasturlarda qatnashgan talabalarni shu Jeju Milliy universitetiga hujjat topshirib, student bo'lib o'qiyman deydigan bo'lsa, demak eshiklar ochiq ekan. Albatta, ko'pchilik keluvchilar universitet sharoitini o'z ko'zi bilan ko'rgandan keyin shu yerga qolishni xohlaydi. Albatta, bu bizlar uchun ham yaxshi. Universitetimiz bekorga homiylik qilayotgani yo'q. Albatta, talabalarni jalb qilish maqsadida tashkil qilinyapti bu narsa. Agar bizni universitetimizga kelib o'qiyman deydigan bo'lsa, ularga yengillik bo'ladi. Albatta, olgan sertifikatlari, kelib aylanib ketganlarini o'zini tanishtirish ijodiy essayisida yozadigan bo'lsa, ularni qabul qilish ehtimoli juda ham ko'p. O'tgan safar ham aytgandik, agar Jeju Milliy universitetiga kelaman deydigan bo'lsa, mana shu dasturda ishtirok etganlar, kuzatib, mana shu universitetga kelaman deb o'zlari xohlaganlarga bu albatta plyusda yuradi. Ya'ni mana shu dasturni kuzatib borayotganlar ariza beraman deydigan bo'lsa, ularga universitet eshiklari har doim ochiq va shu dastur orqali universitetga topshiraman deydigan bo'lsa, ular yetarlicha scholarshiplar olishi mumkin. Endi YouTube sahifamizdan
obunachilardan kelgan savol bu dastur haqida emas ekan. E, Til kursiga bakalavriat, magistratura bosqichiga kelmoqchi bo'lganlar qachon hujjat topshirishlari kerak? Albatta bu har safar aytib keladigan narsamiz. 1 yilda 2 marta qabul bo'ladi bakalavr, magistraturaga. Til kursiga esa 1 yilda 4 marta qabul bo'ladi. Ya'ni har faslda qabullar bor. Misol uchun yozga agar til kursiga topshiraman deydigan bo'lsa, u albatta bahorda hujjatlarini tahlab boshlash kerak. Sentyabr oyida bakalavrga kirib kelaman deydigan maqsad bo'lsa, bu aprel oyidan boshlab o'z hujjatlarini tayyorlab, qabul vaqtida arizalarni jo'natib, hujjatlarni jo'natib berish kerak. Bahorda topshiraman deydiganlar bo'lsa, bu oktyabr oyida arizalar qabul qilinadi. O'sha aprel va oktyabr oyi eng muhim oylar hisoblanadi. Endi o'qish haqida bir-biriga o'xshash savollar juda ham ko'p. Va ba'zi bir savollarga biz Visa Navigation YouTube sayfamizda javob berganmiz. Videolarni yana bir ko'rib chiqinglar. O'z savollaringizga javob olishingiz mumkin. Yana shu izohlarda yana qo'shimcha savollar bo'lsa yozib qoldiring. Biz albatta alohida yana podkast qilib qisqa javob bera olasiz. Albatta sizlarning savollaringizga javob berish bizni ham xursand qiladi. O'zimizni shaxsiyga yozsa ham bo'ladi, shaxsiy Telegram, Instagramdan yozsa ham savollarga to'liq javob berishga harakat qilamiz. Har doim vaqt topib, endi bizlar doim tashkiliy masalalarda band bo'lsak ham javob berishga harakat qilyapmiz. Vaqt ajratib, mana bugun Shahzodbek tashabbusi bilan YouTube uchun podkast tashkil qildik savollarga javob berish uchun. Agar bemalol bepul kommentariyga yozib qoldirish, bizda savol bepul javob olishingiz mumkin, chunki buni hech qanday konsalting sizga bepul qilib bermaydi. Albatta pul olinadi bu narsaga, lekin bizlar sizlar uchun tekinga qilib berishga harakat qilyapmiz. Demak, boshqa do'stlaringizga ham foydali ma'lumotlar bo'lsa, ularga ham ulashing, like bosing, izoh qoldiring. Yana kelgusi podkastlarimizda ko'rishguncha. Bye.